Inson orzular ila yashaydi. Zero qalb go'zallikka oshno va u har nafas vatan tinchligini sezib mag'rur yashnaydi. Ba'zan yurak orzuga to'lib, ko'zlar mustasno quvnaydi. Yosh qalb egalari oliy maqsad sari intilib yashaydilar. Albatta, mana shunday oliy maqsadlarimiz ro'yobi vatan tinchligi uchun o'z tinchligi, oilasi bag'ridan kechib, chegaralarimiz sarhadlarida ona vatan xizmatiga kamarbasta mard o'g'lonlarimiz zimmasida ekanligi hech birimizga sir emas. Davlatning kuch-qudratini, harbiy salohiyati va mudofaa darajasini uning armiyasi belgilaydi. Buxoro shahar 12-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida tantanali harbiy festival tashkil etildi. Festival O'zbekiston Respublikasi madhiyasi sadolari bilan boshlandi. Maktab shaxsiy tarkibi vatanparvarlik soati darsiga saflandi. Mashg'ulot rahbari Mayor Rahmonov. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar. Mana bugun biz maktabimiz jamoasi o'quvchilarimiz bilan birgalikda o'sha yuqori tashkilotlar, ya'ni Milliy gvardiya, Ichki ishlar boshqarmasi, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va prokuratura bilan hamkorlikda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhiyatida tarbiyalashga oid demak bugungi tadbir o'tkazamiz. Mana bu yerda biz barcha o'sha tashkilotdan kelgan mehmonlarimizga maktab rahbariyati nomidan va o'quvchilarimiz nomidan, o'quvchilarimizning ota-onalari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli 28-803 harbiy qism orkestr jamoasi, Buxoro viloyat Milliy gvardiya boshqarmasi, hamkor harbiy tashkilotlar rahbarlari, O'zbekiston Milliy gvardiyasi va Mudofaa vazirligi harbiy askar va zobitlari, maktab o'quvchilari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar.
Harbiy orkestr sadolari ostida milliy armiyamizning kuch-qudrati, buyuk ajdodlarimizning yuksak zakovati, mustahkam irodasi ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Tadbirga yig'ilganlarning kayfiyatida ham buni ko'rdik desak, mubolag'a bo'lmas. Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdimi? Mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni qursa, mendirman o'sha. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Yurtidan yovni qursa, menman o'sha. Yurtiga sodiq tursa, menman o'sha. Yurtidan yovni qursa, menman o'sha. Yurtiga sodiq tursa, menman o'sha.
guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Olqishlaymiz. Barakalloh yigitlar. Shu vatandek Olqishlaymiz. yovning guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lma. Assalomu alaykum sharafdir ustozlar, menga. tadbir ishtirokchilari, aziz o'quvchilar. Bugungi tadbirdan shu chaqirganlaring uchun avvalambor rahmat. Oz bo'lsa ham Milliy gvardiya boshqarmasi tomonidan sizlarni vatanparvar ruhidagi yana oshirishda o'z hissasini qo'shayotganimizdan xursandmiz. Kelajakda hamkorligimiz abadiy bo'ladi deb ishonaman. Har vaqt Milliy gvardiya boshqarmasi eshiklari ochiq eshiklar kuni vatanparvar. Mazkur vatanparvarlik festivali davomida yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda ma'nan yetuk, jismonan sog'lom, vatanga sodiq farzandlarni kamolga yetkazish yuzasidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklar haqida va milliy armiyamiz kuch-qudrati, unda yaratilayotgan keng imkoniyatlar, qurolli kuchlarimiz saflarida xizmat qilish va oliy harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olish haqida ma'lumotlar berildi. Yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan asrab-avaylash, ularda mafkuraviy immunitetni oshirishga qaratilgan vatanparvarlik festivalida zamonaviy harbiy texnika va qurol aslahalar namoyishi, harbiy orkestr ijrosidagi jangovar musiqalar va yurtimizni ulug'lovchi qo'shiqlar ertamiz egalariga chin ma'noda ko'tarinki kayfiyat ulashish bilan birga harbiylik kasbiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Harbiy festival yuqori saviyada haqiqiy harbiy nizom asosida tashkil etildi. Bir so'z bilan aytganda, shunday tadbirlar vatanga sadoqat, harbiylik kasbiga muhabbat uyg'otishiga asosiy omil bo'lib xizmat qilishiga shubha yo'q.